JES shifokori ogohlantiradi. Ebola epidemiyasi birinchi oylagandan ham tezroq tarqalishi mumkin. 131 kishining o'limiga sabab bo'lgan Ebola epidemiyasi epitsentriga yaqin joyda yashovchi odamlar butunlay qo'rquvlari haqida gapirdi, chunki Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti (JES) vakili bu holatlar taxmin qilinganidan tezroq tarqalishi mumkinligidan ogohlantirdi. Kongo Demokratik Respublikasining Ituri provinsiyasidagi bir kishi epidemiyaning epitsentri yuqtirgan odamlar juda tez olayotganini aytdi va qo'shimcha qildi: Ebola bizni qiynoqqa soldi. Rasmiylarning ta'kidlashicha, seshanba kuni Kongodirda 513 dan ortiq holatda gumon qilingan, qo'shni Ugandada esa bir kishi vafot etgan. JES doktori N. Ansiyaning aytishicha, agentlik epidemiyani qanchalik ko'p tekshirsa, uning boshqa hududlarga tarqalishi shunchalik aniq bo'ladi. Dushanba kuni e'lon qilingan Londonda joylashgan Mirch Global yuqumli kasalliklarni tahlil qilish markazi tomonidan modellashtirish katta darajada kam aniqlanganligini va u allaqachon bir dan ortiq holatlar mavjudligini istisno qila olmasligini ko'rsatdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, hozirgi epidemiya hozirda aniqlanganidan kattaroq va uning haqiqiy kattaligi noaniqligicha qolmoqda. BBC News bilan suhbatlashgan va o'zini Big Boy deb tanishtirgan bir kishining aytishicha, odamlar haqiqatan ham qo'rqishadi va o'zlarini himoya qilish uchun qo'lidan kelganini qilmoqda. U mahalliy dedi.